11 oktyabr 2025 yil Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani. Shunday kanaldamiz do'stlar. Natijalarni ko'rsataman. Do'stlar, ikki dona mana shunday yirik hajmdagi sazan baliqlari. Natija yomon emas do'stlar. Do'stlar, shu o'rinda muhim xabarni aytib o'tmoqchiman. Keyingi yil mart oyida biz tabiiy suv havzalariga, ya'ni Sirdaryoga baliq chovoqlarini qo'yib yubormoqchimiz. Buning uchun albatta imkoniyat darajasida o'z hissangizni qo'shsangiz albatta xursand bo'lardim. Karta raqamlarini pastda qoldiraman. Do'stlar, ushbu xayrli ishda faol ishtirok eting. Daryolarimizda, tabiiy suv havzalarimizda baliqlarimiz ko'payishib o'z hissangizni qo'shing. E'tibor uchun rahmat do'stlar. Kanalimizni kuzatib boring. Kanalda baliq ovimiz davom etadi do'stlar.